Bunaqa qorli sovuq havoda issiqqina ko'ksamsaga yetadigani bo'lmasa kerak. Uy sharoitida tandirsiz duxovkada juda ham mazali bo'lgan ko'ksamsalarni tayyorlaymiz. Endi shu qorda sovuqqa chiqib ismaloq qidirib kelamanmi deyotgan bo'lsangiz, buning yechimi albatta korzinka go. Ismaloqdan tortib go'sht, sut, un, yog', hattoki baliqqacha yetkazib berishadi. Hozir zo'r aksiyalar ketyapti, foydalanib ulgurib qolinglar. Demak, somsamizni xamiri uchun suv, tuz, o'simlik yog'idan solib, yetarlicha un solamiz. Qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Dam olgan xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib, zuvalachalar yasab olamiz. Ularni ham biroz dam oldirishga qoldiramiz. Ungacha ichidagi nachinkasini to'g'rab olamiz. Ko'katlarni istagan o'zingizga yoqqanlarini solishingiz mumkin. Ismaloq, ko'k piyoz, kashnish, ukropdan ham foydalansangiz bo'ladi. Ustidan piyozimizni mayda to'g'rab olamiz. Ozgina tuz va qizdirib olingan o'simlik yog'idan qo'yib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirimizni yupqa qilib yoyib olamiz. Chetlarini ho'llab, ichiga nachinkasini to'ldirib solamiz. Chetlarini vilkada yaxshilab bostirib chiqamiz. Gaz listiga taxlab, ustiga faqatgina suv surtamiz. Qizib turgan duxovkamizda 15 daqiqa davomida qizartirib pishirib olamiz. Pishib chiqqan somsalarimiz ustiga sariyog' yoki o'simlik yog'idan surtamiz. Oling, siz ham yeb ko'ring.